Assalomu alaykum hurmatli doktorlar. Mana bugun sizlarni Yakkabog' tumani Ayvonko'l mahallasida bo'lib turganimizdan xursandmiz. Men Ayvonko'l xodimi bo'laman. Sizlarni tadbirkorlikda rivojlantirish, pul yaratish maqsadida, tadbirkorlikni kengaytirish maqsadida yo'llagan fikr ajratish arizalari ko'rib chiqmoqdamiz. Qani kimda nima savol bo'lsa, marhamat. Menda savol. Marhamat. Musulmon aholi ko'pchilik rahbar musulmon aholiman. O'sha umumiy ovqatlanish joyimiz bor. Shuni jihozlash uchun 100 million so'mga arizaga yubordim. Hech kun ichida ko'p chiqadi, xodimlar hujjatlar olib qoldi. Xodimlarga hujjatlarni bergan bo'lsangiz, uzog'i 5 bank ishlar ko'rib chiqib, ijobiy hal qilishga va'da beramiz. Shu yetakchilar ko'rib chiqishdan imkoniyati bormi? 5 bank ishida deganimiz maksimum eng uzog'i 5 bank ishi. Balki 3 kundan ko'p chiqishi mumkin. Foizlarini tushuntirsa, Foizlari MCB rahbari siz bo'lgani sababli erkak xodim va boshqalar uchun, rahbarlar uchun 21%, ayol bo'lsa 29%dan 6 yil muddatgacha beramiz. rahmat.